Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Smart Techno do'konidan Mahmudjonov Xurshidbek bo'laman. Ideal gazimiz qanday qulayliklarga ega va qanaqa xususiyatlarga egaligini ko'rsatib o'tamiz. Gazimizni yuqori qismi 3 ta gaz, bittasi elektriskiy hisoblanadi. Gazimizni eng katta qismida ovqat pishirishga qulay, bu yerda choy qaynatishga yoki sut qaynatishga qulayroq. Endi bu yer sharoitga moslab pishirsa bo'laveradi. Elektrik qismi 220 voltda ishlaydi. Bu yerda ham sharoitga qarab ovqat pishirsa bo'ladi. Tepa qismi nejavika hisoblanadi. Bu yer yuvishga qulay va dog' bo'lishini oldini oladi. Va keyinchalik 5 yil, 6 yildan so'ng eski kraska bo'lgan gazlarimiz sir ko'chishi bo'ladi. Bunda unaqa narsa yo'q. Kraska bo'linmaganligi uchun. Gazimizda ikkita knopkasi bor. Biri zajigalka uchun va ikkinchisi grill uchun. Xo'p, birinchi qulog'i timer uchun deyiladi. Bu timer asosan duxovkani yuqori qismini ishlatish uchun kerak bo'ladi. Va duxovkani gradusini belgilab berish qulog'i bo'ladi bunisi. Xo'p, bunisi yuqori qism elektrdagi va bu duxovkani pastki qism, ya'ni gazda ishlaydigan qulog'i va qolganlari yuqori qismni gaz bilan ishlaydigan quloqlari deb hisoblanadi. O'zi bu yerda ko'rsatma ham qo'ygan, qanday qulaylikda ishlatish kerakligini. Zajigalkasi qanday ishlaydi deganlar diqqatiga. Zajigalkamiz bu yerda joylashgan. Bu zajigalka deyiladi. Buni qo'ygandan keyin bu yerda o'zini moslama, ya'ni ko'rsatib o'tganman, qurilmasi bor. Bosganimizda ishlaydi. Endi duxovka qismiga o'tamiz. Duxovka qismida ikkita to'rtburchakli lista, bitta reshotkasi va grill shixi bor. Grill shixni olib o'rnatish uchun foydalaniladi. Bunday o'rnatiladi. Va grill shixni o'rnatganimizdan keyin duxovka yoritgichi ham bor. Duxovka yoritgichi timer ishlaganda ishlaydi. Duxovkani pastki qismi gaz bilan yonadi. Gugutdan, asosan gugutdan. Bu yerda zajigalkasi yo'q. Va elektr tarafi duxovkani yuqori qismi elektr bo'ladi. Duxovkani listlari ancha yaxshi bo'ladi. Ishlab chiqarilishi ancha sifatli. Ham yaxshi. Gazimizning qo'shimcha jigulyorlari va o'zining garantiyaviy talonlari. Jigulyorlari mana ko'rsatib qo'yilgandek, отдельно qo'yib qo'yilgani mana chekkada turgani, bu duxovkani pastki qism, ya'ni gazdagi. Buni almashtirsa ham bo'ladi. Mana 3 ta qolgani bu yuqoridagi 3 ta gazimizniki. Bu jigulyorlarni asosan propanga qo'yilganda, gaz, ya'ni propanga ulanganda almashtirib ishlatsa bo'laveradi. Keyin ideal chet eldan kelyapti, garantiyasi yo'q deganlarning diqqatiga. Ideal gaz O'zbekistonda Samarqandda ishlab chiqarilyapti. 3 yil kafolati bor. Bu yerga yozib ham qo'ygan. Garantiyali srok 3 go'da yozib qo'ygan. Bu yerga biz gazni sotib olgandan so'ng, ya'ni mahsulotni sotib olgandan so'ng adresimiz, telefon raqamimiz va o'zimizning shaxsiy imzoyimiz va firmamizni pechatini bosib beramiz. Ishonch hosil bo'lishi uchun va bemalol murojaat qilib xarid qilsangiz ham bo'laveradi. Videomiz va mahsulotlarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. O'z savol-javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring.